Assalomu alaykum. Bugun brauzerda inkognito funksiyasi haqida gaplashamiz, ya'ni yashirinlik siyosati. Nimadir yashira olmaydi. Shu haqida gaplashamiz. Nimani yashira oladi, nimani yashira olmaydi. Shu haqida va bu videoni olishimga sabab nima bo'ldi? Dasturchilar bug qilaveradi. Inkognitodan test qilib, keyin yoz kodingni deyman. Birinchi senda ishladi, birinchi, ikkinchi, uchinchi yuzerlarda ishlamaydi. Nima keragi bor bizga u narsani? O'shalarda bilish kerak degan ma'noda aytib turib oxiri video ovora qoldim. Xo'p, bu nimaga? Bu yangi brauzer, yangi inkognito sizni identifikatsiyalaringizni olib o'tmaydi. Kukilaringizni olib o'tmaydi. Keshlarni disable qiladi, historyni olib o'tmaydi. History haqida gaplashsak, historyni olib o'tmagani bilan, siz akkauntingizga bog'lanmagani bilan, sizni pasportingiz bo'ladi. Tasavvur qiling, siz mehmonxonadasiz va mehmonxonaga kirasiz va pasport orqali mehmonxona bron qilinadi. Kiryapsiz, birinchi kun bron qildingiz o'sha pasportingizga, uxladingiz, chiqib ketdingiz. Bir haftadan keyin keldingizda, bu safar ochki bilan keldingiz. Mayli, u sizni tanimadi, lekin pasportingizni berib bron qilib turganda oldin kirgan ekan, shu mehmonxonadan foydalangan ekan. Bu ikkinchi kelishlar ekan degan bizda narsa bor. Shu narsani baribir yo'qota olmaydi. Shunaqa. Hozir mana bu example-da ko'ramiz, ya'ni hozirgi example-da qanaqa qilib biz bittada aniq qilishimiz mumkin, ya'ni sezishimiz mumkin bo'ladi. Narsani verify qilaman. Bu meni defaultning brauzerim. Ya'ni ro'yxatdan o'tilgan. Meni qayerdaligim biladi. Andijon, Baliqchi tumani. Xo'p, yaxshi. Ana endi men inkognitoga kirsam yashirina olamanmi? Ya'ni men lokatsiyamni ko'rsatmaydimi degan narsa bor-da. Verify. Toshkent. Yaxshi, men O'zbekiston Toshkentdaman. Nimaga? Chunki meni pasportim O'zbekistonga. Hech bo'lmasa unda pasportim bor. Detalniy ma'lumotim bo'lmasa ham. Google detalniy ma'lumot yig'adi. Ipidan ignasigacha hamma ma'lumot yig'adi. Shunaqa. Endi bu pasport bo'yicha ko'rgani uchun unda yig'ayapti. Lekin nimaga pasport bo'yicha deydigan bo'lsak, bu yerda meni internet provayderim bor-da. Qaysi internetdan foydalanaman? Misol uchun, любой narsani ochsangiz ham через o'tib ketasiz-da. Internet kimdir sizga ta'minlab berish kerak-ku. O'sha ta'minlaydigan odamdan birinchi o'tib, u o'tkazib qilgani uchun afsuski hech narsa anonim emas. Xo'p, mayli, pasportimni yashirsam bo'ladimi shu joyda degan savol bor. IP'imni yashirsa bo'ladi. Men VPN ni ishga tushiraman. Xo'p, VPN ni ishga tushiraman. Tak. Ishga tushdi. Ajoyib. Xo'p, ishga tushgan vaqtida o'zi videoning qotib qolar ekan ishga tushganda. Xo'p. Ana endi yopaman. O'zimni shaxsiy brauzerimdan beraman deyman. Andijon. Yo'q, baribir mana ko'rsatib turibdi-da, Andijon deb turibdi-da. Mana bu lokatsiya ham turibdi-da, tim bo'li Baliqchi. Xo'p, men yana bitta qidiraman. Chirchiq. Yaxshi. Andijon. Yo'q, o'zgarmadi. Nimaga o'zgarmadi? Chunki meni Google ID'im turibdi. Buning uchun men keshimni tozalab olishim kerak, kukilarimni tozalab tashlashim kerak. Yo'q, menga kukilarim kerak. Men hali yana ro'yxatdan o'tmoqchi emasman. Verify. Ko'ryapmiz, men Tehron. Men Tehronning device'idan foydalanyapman, lekin mana bu asosiy akkauntim Tehronning device'idan foydalanmayapti. Foydalanyapti shundan, lekin Google meni biladi qayerdaligimni. Chunki men Google karta ishlataman, boshqa narsa ishlataman. Google meni uyim qayerdaligini biladi, ishim qayerdaligini biladi. Aytaylik, men soat har kuni obedda qayerda ovqatlanishimni biladi. Xo'p. Shunaqa, mana Tehronni ko'rsa, endi pasportimiz ham o'zgardi, lekin biz badalini unutdik. Ya'ni badali nima edi? Biz kimnidir pasportini ishlatishimiz evaziga o'zimizni pasportimizni unga tashlab ketamiz va u odamga biz ishonchimiz komil bo'lishi kerak. U odam nima desa bo'ladi? Quloq emasmi, yo'qmi? Gullamaydimi, yo'qmi degan savol bor. Ya'ni o'zimizni pasportimizni berganimiz evaziga bizga o'sha imkoniyatni qilib beryapti, o'zini pasportini beryapti. Lekin bilmadim, raqamli olamda hamma narsa, hamma ma'lumot pul, hech qaysi ma'lumotni unutib bo'lmaydi. Hattoki databaseda qanaqadir ma'lumotingizni o'chirib tashlasangiz ham o'chmaydi. U hech qachon bitta adres kiritdingizmi, u ham o'chib ketmaydi. Agar nima experience yo'q, tajribasiz bo'lgan dasturchilar yozgan bo'lsa o'chib ketishi mumkin, lekin hech narsa o'chib ketmaydi. Prosta o'chib ketgan deb belgilab qo'yiladi, lekin turadi. Xullas, internetda hech narsa o'chib ketmaydi raqamli olamda. Tehron. Ya'ni endi biz nimani yashirdik? Ko'rinishimizni yashirdik, inkognitodan kirdik. Ya'ni ko'rinishimiz deganimiz bizga identifikatsiya bermaydi. Ya'ni oldingi identifikatsiyamizni olmaydi. Plus pasportimizni ham o'zgartirib oldik. Ko'rinishimizni ham, pasportimizni ham. Endi katta ehtimol bilan tanimasligi mumkin, lekin biz baribir pasportimizni zalogga berganmiz. U zalogga bergan odamga ishonch bormi, yo'qmi? Xo'p.
Yana nima bor? Xo'p, dark web bor, anonimlik haqida kelibmiz, gapirib qo'ya qolaylik. Dark web. Xo'p, dark webda nima? Dark webda ko'proq messenjerlar, Telegramga o'xshagan. Dark webga ko'proq, misol uchun, meni ishim tushmaydi dark webga. Dark webda nima? Politikallar, ya'ni siyosat bo'yicha, nimadirlar bo'yicha, chunki mana bunaqa bo'lish ehtimoli borlar. Endi nima desa bo'ladi? U yoqqa kiradi-da. Bizda ma'no yo'q u yerga kirishimizda. Men uchun ma'no yo'q, misol uchun. U yerda yozishlar, chatlar bo'ladi. Misol uchun har xil messenjerlar bor. Yozishib, narsalar yozsa bo'ladi, shunaqa. Lekin uni ham ushlashgan, chunki через provayderga tashlab, internetni baribir kimdir ta'minlab beradi-yu. Shu internetga kirgan odamlarni internetdan qachon foydalanganligini ma'lumoti bor-da. Bittasi chatga yozgan, 1,5 yil bo'ldi eshitganimga. Bittasi aytib beruvdi, yangiliklarda chiqibdi deb ishxonamdan. Kirgan, yozgan, endi filtr qilib ko'rgan. Shu paytda kimlar yozgansa, endi nechadir milliard chiqadi u zaproslar. Keyin oppa deydi, shu kutgan nechadir marta yozganda, misol uchun har haftada bir qaysidir vaqtlarda yozadi. Keyin o'sha kirgan xabar jo'nalgan vaqtlar bo'yicha internetga, butun internet bo'lsa, o'shanga kelgan ma'lumotlarni mana shu vaqtga bir xil IP bo'yicha kelganlarni tekshir deyilgan. Bir xil IP bo'yicha kelganlarni tekshirib, qanchadir muddatdan keyin, qanchadir ko'proq yozib qo'ygandan keyin o'zini o'zi fosh qilish ehtimoli kattalashib ketdi va bitta odam qolgan, IP o'shani borib ushlashgan va o'sha odam bo'lib chiqqan. Shunaqa, endi xavfsiz, endi raqamli dunyoda bilmayman, iz qolishi juda ham qiyin menimcha. Uning uchun kompyuterda ham o'zingiz ishlab chiqargan bo'lishingiz kerak-da, katta ehtimol bilan. Lekin shunaqa. Umumiy ma'lumotlar shuna. Endi men cyber security emasman, cyber security specialist emasman, lekin o'zim yo'nalishimda qanaqadir kerak bo'lgan ma'lumotlarni ko'rib, qiziqib anaqa qilgan ma'lumotlar shular. Ish mobaynida biz inkognitodan ishlatinglar, test qilinglar, iltimos qilaman. Juda qiyin bo'lyapti, baglar ko'p chiqyapti. Rahmat.